Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslaq işkemeğin 20 yıl 9. ayının 1. günü haftaga seyşembe. Vaziyetin eysak. Bugün akşam televizorda köldük, tahi yazma şekilde mükemmedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Muavin Davlat ishlar kotibi ismini men to'liq tarjima qilolmadim, xitoychada Shidaviy deb olibdi. Muavin Davlat ishlar kotibi shundoq dedi: Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvan savdo suhbatini boshlaydi. Dal mushu asnoda buningga qarata Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Hua Chunying yana boshqalar ham o'tirdi, sakrab chiqib, nayt qo'pollik bilan norozilik bildirdi. Shuning qaraganda ishtataq. Bu bir vaziyat. Ikkinchisi hozir Tayvanda ziyorati bo'lib o'tgan Chexiya Cumhuriyeti Parlamenti Kengash palatasining boshlig'i Michel Westershell apandi Tayvanda qonun chiqarish komitetiga doklad berib, shundoq dedi: "Men Tayvanlik" dedi. Buning nisbatan Jungoning inkosi intayin qattiq bo'ldi. Vaziyat shu, hurmatli vatandosh. Endiki mavzu shularni davr qilgan holda mavzuni so'zlaymiz, vatandoshlar. Chexiyaning yuqori amaldori Tayvanni ziyorat qildi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi og'ir badal to'laydi dedi. Lekin qattiq inkas qo'zg'adi. Mavzuli xabar 9 oyning 1 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Chexiya Kengash palata boshlig'i Milosh Westershell 8 oyning 30 kuni Tayvanga yetib kelib, 6 kunlik ziyoratini boshladi. Prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Iqtisodiy faoliyatlar munbirining faoliyatlariga qatnashdi. Bu to'g'rida Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi qo'shimcha Tashqi ishlar ministri Wang Yi mundoq dedi: Tayvan masalasida bir Jungo siyosatiga xaris e'lon qilish 1 milliard 400 million Jungolikni dushman tutganlikdir. Wang Yi ogohlantirish berib mundoq dedi: Chexiya Kengash palata boshlig'i ochiq oshkor ig'vogarchilik qildi. Jungo hukumati va Jungo xalqi bu ishni o'z mayliga qo'yib o'tmaydi. Siyosiy fursatparastlik qilgan bu kishilar cho'qim og'ir badal to'laydi. Westershell mundoq ko'rsatdi: Tayvanni ziyorat qilib o'tgan Chexiya Kengash palatasining boshlig'i Westershell mundoq ko'rsatdi: Chexiya erkin davlat. Barliq davlatlar bilan yaxshi munosabatni saqlashni orzu qiladi. Jungo nima desa da'vasan. Men shuni qayta ta'kidlaymanki, Tayvanni ziyorat qilish hargizma qandoqdir, kimlar bilan qarshilashganlik emas. Yana bir mavzu vatandosh. Ichki Mongoliya kontrolligini yo'qotdi. To'rbatlar tarqalib yurgan xabarlarda Bronbek mashinalar ko'chaga chiqdi. Mavzuli xabar 8 oyning 31 kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundoq boshlandi. Jungo ichki Mongol avtonom rayoni navbatda mundoq jakarladi: barliq maktablar 9 oyning 1 kuni o'qish mavsum boshlangandan keyin til, adabiyot, tarix, axloq va qonun bilan boshqarish fanlari birdek davlat bir tutash belgilagan darslik materiallarni asos qilib ishlatildi. Hamda Jungo tili Mongol tilining o'rniga qo'yildi. Bu xil Mongol tilini ojizlashtirish siyosati ichki Mongoliyada qattiq qarshilik keltirib chiqarib, zo'r ko'lamlik bo'ysunmaslik namoyish ko'tarildi.
Nyu-York şəhərdə turuşluq Cənubi Monqoliya kişilik hüquq mərkəzi uqturuşida Tunliao şəhəri, Zalotchi qatarlı şəhərlərdə keçilik yol yürüyüşü məni qılındı. Deb bildirildi. Yana başqa tor bətirdi şu günü koçaga çıqqan zor bir türkən Bronvik maşinli saqçı maşinləri iki Monqoliya koçalarda payda oldu. Bu təşkilat mındaq bildirdi. Oquvchilar, o'qituvchilar, o'qish tashlab maktablardan chiqib namoyish qildi. Hatto Mo'ng'ul saqchilar namoyishchilarni qo'lga olish bayrog'ini rad qildi. Namoyishning doirasi o'zsiz kengaymoqda, bir tarafdan saqchilar namoyishchilarni urib bostirmoqda.